Elabodga shundoq kelganingizda 5-uy, 4-etaj. Mana shu ichkarida lift hamma narsa ishlab turibdi. Hozir men sizga bitta Gentrani puliga bitta xonadon ko'rsataman. Yengil oxirigacha ko'rib, like pak qo'yasizlar. Oker nomerlari pastda qoladi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib boramiz. Seratlarni qilib qo'yilgan ekan. Mana shunga ham bilasizlar, normalniy pul ketadi. Baqa o'tganingizda tahoratxonasi. Hammom. Endi bag'ini ko'rsatmadim. Kirganingizda mana bitta xona. Tayyor vajlari bilan ham vajsiz ham kelishilaverar ekan. 3 yil to'lab qo'yilgan ekan. Spalni, konditsioner, fonlar, remont hamma narsalar qilib qo'yilgan ekan. Bag'ida oshxona. Mebel, kuxni, televizor, xolodilniy, kiruydigan elektr taqib turib hamma joylar u bag'idagi atmosferaga yetishdi. Mana shu joyi bir xona, 2 xona qilingan ekan. Tayyor mebel, kuxni, kiruydigan, gaz pulti, ariston, uni ismi-ismdan chiqib qoldi. Ikkidan televizor hamma narsasi bilan 13500 dollarga shunday beraverlar ekan. Belga ketkazilgan rasxot puli ham o'zi o'shani ko'rib qoladi. Mana kuxni, ugolok bilan. Mana kompyuter olib qo'yishar ekan. Mebelsiz, bashlarsiz, quruq holatini olaman desangiz 12000 ga berishar ekan. Plyus minus kelishib olaverasiz. Bizni qo'llab-quvvatlagan holatda like, podpiska bosib qo'yamiz. Mehnatimizni qadrlab, sizlar uchun xizmatda ham shunday ilova bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.